Andijon viloyat Ulug'nor tuman Yangiobod, ya'ni Do'stlik sentrida aka-ukalar, opa-singillar yangilik to'yxona tushdi do'stligimizga. O'tayam chiroyli, skromniy. Xullas menga yoqdi. Bir ikkita to'ylar o'tkazdirildi, ko'rdik. Juda ham yaxshi, sinam chiqqan. Mana ko'ringlar. Bemalol qishda ham, mana hozir qish, sovuqda ham xotirjam to'y, marosimlar bemalol tug'ilgan kunlar dislarni o'tkazsa bemalol bo'laveradigan. Xonalari ham keng, katta xonalar, endi xonalar ichlarida hozir mehmonlar bor ekan. Ko'rsatmayapman. Mana bu yerda muzika deganda, mana menimcha yaxshi chiqqan, menga yoqdi, sizlarga ham yoqsa kerak. Yoqqan bo'lsa izohlarda nimadir deb yozinglar-chi, sizlarga ham yoqdimi? Ko'rinishi yaxshi, bemalol har qanaqa to'y marosimlarni kelib o'tkazaverasizlar ukalar. Narxlari ham arzon ekan. Mana zalda ham bemalol isitadigan konditsioneri bor. Xonalari ham issiq, yaxshi. Bu yog'i mana zakisi pastkash ovqat-poqatlar tayyorlab, mana maydan uzataveradigan joy. Orqa tomonda shu tandir, o'choq, hamma sharoitlari bor.